Çeyiz bilan lazni mundaq qorishni o'rganib oling. Mayli vitazlar bilan yang yoki mefalar bilan yang. Ajoyib ishlik ta'm tilingiz lam qoldi. Mening eng amirqim. Buni qanday qatdimki, qinamiz birlikda o'rganaylik. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha çeyiz bilan lazni jiqroq to'g'rab tayyorlab olamiz. Har kun mushunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni o'rgatyapman. Qo'llash yuzdan inkas rayini haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'inglarga rahmat. Qozonga sal jiqroq may qo'yib, may qizgandan keyin cheyizni silib, videoda ko'rsatgandek sarg'aytib pishirib elib olamiz. Undan keyin ko'k laznimi mayda bir zoli qilib olamiz. Videoda ko'rsatgandek holat ketganda suzib elib olsanglar bo'ldi. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Mushunga o'xshash ayil taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsili qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran tutgan nomer shu. Ta'min o'zgacha ham yeyishlik chiqaraysangiz, men o'xshash qilib sinab yiqing. Yarim piyol suvga bir qo'shiq kraxmal, bir qo'shiq shongchu, azroq lovchu qo'yib, cho'ng stamning qo'rimsay tetbiqisidan bir qo'shiq silibitimiz, azroq tuz, azroq shakar solamiz. Hamda bularni tekshirlashtirib olgandan keyin qozonga go'shtni silib, videoda ko'rsatgandek sarg'aytib qo'rib olamiz. Undan keyin zanjivil, piyoz, samsoqlarni silib qo'raymiz. Undan keyin pandir silib qo'raymiz. Ondan keyin hozir tayyorlab olgan qiyamni qo'yib qaynatamiz. Cho'ng stamning cho'ngligi va qo'rimsay tetbiqisini har qanday tamoqqa o'rtaq ishlatishga mos qildi. Ondan keyin cheyiz bilan lazni silib 2 minut qaynatib olsak bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga oshxonalardagi naq oshitam ajoyib yeyishlik bo'lib ketibdiki, uydagilar yeni bam deb turib yeb ketdi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz metib sinab yiqing. Kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.